Assalomu alaykum, payshanbaliklar. Hurmatli payshanbaliklar, biz yetib kelganmiz Kattaqo'rg'on Payshanba shaharchasini yaqin joyiga, Arabxona qishlog'iga yetib kelganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rayotganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Juda chiroyli variantcha bo'ldi. Oddiy, arzon, skromniy variantcha bo'ldi, hurmatli podpischilar. Chunki adnotonniylarimiz gullilarimizga nisbatan arzonroq, chunki adnotonni variantlarimizda printer ishlatilmaydi. Printer ishlatilgan materiallarimiz narxlari qimmatroq bo'ladi. Printer ishlatilmagan oddiy bir xil rangli adnotonni variantlarimiz narxlari arzonroq bo'ladi. Endi o'shani ham ikki xil varianti bor. Adnotonnimizni ham kачествоsi yaxshirog'i bor, arzonrog'i bor. O'shaning uchun narx-navo borasida, kачество borasida birinchi o'rinda albatta telefon qilib so'rashlaringiz kerak bo'ladi bizdan. Samarqand viloyati bo'yicha ishlaymiz. Polni, Navoiy viloyati bo'yicha Polni qaysi tuman, qaysi shahar hamma joyiga boramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana biz hozir obeddan keyin yetib kelganmiz bu joyga. Soat 3 lar atrofi edi. Mana hozir уже iftorlik yaqinlashyapti. Hozir mana 2 soat davomida ishimizni bitkazdik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ideal bo'ldi. Bu joyimizni kvadrat metrini 90 ming so'mdan mana ko'rishlaringiz mumkin. Kачествоsi zo'r materialga, glansvilik darajasi zo'r materialga qilib berdik. Polda bitta igna yotsa ham ko'rinadi. Shishadek bo'lib ko'rinadi. Sifatchasi vashti zo'r, vashti chiroyli. Yana ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman, hurmatli obunachilar. Mana hozir ko'p joyda o'sha malyarlar bilan maslahat qilyapmiz. Bizlar shu natijali patologlarni boshlaganimiz beri mana bu girdida o'zini spetsialniy rezinchasi bor. O'sha rezinchasini spes qo'yib ketamiz moslashtirib. Malyarlarimizni ko'pchiligi bilan maslahatlashyapmiz. Ko'p joyda natijnoychilar shu joyini qoldirib ketar ekan. Xo'sh, keyin yana mana bu lustra masalalari, lustra narxlarini ham masalan lustrani ham o'rnatib berishini 150 ming, 200 ming so'mga o'rnatib berar ekan. Men hayron qolaman, hurmatli obunachilar. O'zi natijnoychidan boshqa hech kim qo'ymaydi bu lustrani. Avvalo natijnoychi qo'yadi. Bunga pul talab qilishlik o'zi asli noto'g'ri narsa. Bizani ishimizda hech qanaqa lustraga qo'yib berishimiz uchun pul talab qilinmaydi, pul so'ralmaydi. Men bu girdidagi rezinalarga ham pul so'ralmaydi. Hurmatli obunachilar, like bosishga arziydigan patologcha bo'ldi. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qil bilan bog'lanib, aloqaga chiqib, nima qilish kerak, qanday qilish kerak, uyda dizayni qanday bo'ladi, qanaqa narsa qilsak yarashadi, hammasini biz bilan aloqada bo'lishlaringiz mumkin bemalol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Siroj aka musofirda yurgan ekanlar. Siroj aka bitta like bosib qo'yamiz. Mana xonadoningizni bitkazdim aka. Men unday boyaga qilib video olmayman, video olaman chiroyli qilib. Xudo xolasa mana aka to'y qilaman deyotgan ekanlar. Inshaalloh to'ylarini chiroyli o'tkazib olsinlar. Mana shu videoni ko'rsangiz bitta kommentariyada yozib qo'ying o'zingizning uyingiz uchun. Aloqada bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, ekrandagi raqamlar har doim ishlaydi. Telegram, WhatsApp, hamma ma'lumotlarimiz bor. Siz Rossiyani qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar biz sizning uyingizda xizmatda bo'lamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, obunachilar. Podpiskani unutmaymiz. Rahmat hammaga.